Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan tovuq oyoqchalaridan ajoyib taom tayyorlaymiz. Bizga golin kerak bo'ladi. Oila a'zolaringiz soniga qarab kamaytirasiz yoki ko'paytirishlaringiz mumkin. Men tovuq oyoqchalarini bir qaynatib oldim. Suv qaynab chiqqach, keyin 10 minut qaynatib olamiz. Qaynab chiqqan oyoqchalarni sovutamiz. Endi mayonezni, zira, tuz, chesnok, 1 choy qoshiq soyavli sous va yarimta limonni sokini solib, yaxshilab aralashtirib olib qo'yamiz. Oq batondan kubikchalar kesib olamiz. Sovigan tovuq oyoqchalariga yaxshilab sousni surtib chiqamiz. Endi to'g'ralgan nonlarni yopishtirib chiqamiz. Mayonezi borligi uchun biroz yopishishi qiyin bo'ladi, lekin yopishtirsa bo'ladi. Endi tovuq oyoqchalarini ochiq joyiga folga bilan o'rab chiqamiz. Hammasini xuddi shu tarzda tayyorlab olamiz. Endi ustiga 1 dona tuxumni aralashtirib, shotka yordamida surkib chiqamiz. Endi duxovkaga 180 gradusga 35-40 minut pishirib olamiz. Mana tovuq oyoqchalari tayyor bo'ldi. Xohishga ko'ra bezatib, chiroyli qilib dasturxonga tortamiz. Albatta sizlarga ham tavsiya qilaman, tayyorlab ko'ringlar. Men esa sizlar bilan xayrlashib qolaman. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.